Uspet qiyin qildi. Xodi avtodan boshlang'ich to'lovsiz avtomobilni Uspet qiyin qildi. Boshqa ma'lumotlar Telegram kanalda. Hozirga yetadigan summalarim o'zinglarni xarajatingiz ketadi. O'sha xarajat pulni olib olinglar bo'ldi. Boshqa bir sim ham Xodi avto sizga bu narsaga javob beradi. Bir sim ham ortiqcha to'lov qilmaysiz. O'zim shaxsan o'zim shu yerdaman. Gap so'zi bo'lishi mumkin emas. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 49000 km masofani bosib o'tgan akalar $600 xarajat pul olib kelasizlar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan propan gazlar bor, kraskalar top-toza 23-yilda ishlab chiqarilgan $800 xarajat pul. Xo'p, 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomatik korobka $700 xarajat pul. Gentra avtomobili bonusga qo'yib yuboraman. 2021-yilda ishlab chiqarilgan $200 gina xarajat pul, boshqa bir sim ham to'lov qilmaysiz. Xo'p, mexanika akalar 2022-yilda ishlab chiqarilgan $500 xarajat pul. 4-paketli metan gazlari ham bor. 2021-yilda ishlab chiqarilgan 4-paketli metan gazlari ham bor, $700 xarajat pul. 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskalar top-toza benzinda eng full Gentra akalar $700 xarajat pul. Xo'p, 2023-yilda ishlab chiqarilgan $600 xarajat pul. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 23000 km masofani bosib o'tgan akalar $700 xarajat pul va eng oxirida eng full Gentra akalar 2022-yilda ishlab chiqarilgan polniy zo'r avtomobil akalar. Amerikanki Optra propan gaz 4-paketli bundan tashqari 4 ta yangi yumshoq balonlari, xullas ideal mashina. $800 xarajat pul, tayinlovka ruxsatnomalarigacha bor. Bundan tashqari akalar hozirga yetayotgan summamdan $1 ham ortiqcha to'lov qilmaysizlar. Xodi avto bu narsaga kafolat beradi. Shaxsan o'zim bu narsaga kafolat beraman. Viloyatdan kelsangiz, ani viloyat nomeriga pul, unga pul, bunga pul so'rab o'tirmayman. Hozirga yetayotgan summalarimdan boshqa bir sim ortiqcha rasol qilmaysiz. 3 ta Damas Optim ko'tarasiga akalar $100 gina pul bilan keling. Bitta pasport bilan keling. Xodi avtodan shu avtomobilni haydab olib chiqib keting. Akalar, sovida mehnat qilayotganlarimni nima deydi, o'rtaga qo'yib qasam ichaman bu narsadan. Boshqa $1 ham xarajat ortiqcha qilmaysiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskalar polniy top-toza 66000 km masofani bosib o'tgan, 4 yumshoq balonlarga saqib qo'yilgan. 4-paketli metan gazlargacha bor, xullas full Nexus avtomobili $800 xarajatingizga pul ketadi bo'ldi. Qolgan $1 ham ortiqcha xarajat ketmaydi. Xullas, boshlang'ich to'lovsiz har doimgidek Xodi avtoda eng ishonchlisi, eng akalar hamyonbop avtomobillar, eng arzoni xullas Xodi avtoda. Xodi avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Like bilan, podpiska bilan qo'llab turgan akajon. Kattakon rahmat.